Assalomu alaykum kuzatuvchilar hamda Kaliforniya yomg'ir chuvalchang ishqibozlari mashhurat Ergash Kaliforniya chuvalchanglari bilan shug'ullanaman hamda daromad qilaman. Mana navbatdagi barabarlarimiz ikkalasi ham tayyor bo'ldi. Xudo xolasa ertaga o'z egalariga chiqarib yuboramiz, mashina keladi. Hozir kech bo'lishiga qaramay video qilishga qaror qildik. Hozir bular haqida bitta tushuncha berib o'tamiz. Ko'pchilik aytadi 2 metrlik bilan 3 metrlik o'rtasida nima farqi bor deydi. Buni o'rtasida juda ham katta farqi bor. Hozir tushuntirib o'tamiz bularni. 3 metrliklarimiz mana yonbosh to'silgan bo'ladi. Bu tomondan biyagimiz tashaganda atxot qo'shilib ketmasligi uchun bu tomoni ham to'silgan. Mana atxot qaytmasligi uchun mana og'zini to'sib qo'yilgan. Orqaga qaytib kelmasligi uchun mana bu narsalar ham qo'yilgan. U tomondan biyagimiz oqib ketmasligi uchun ham to'siq bo'lgan mana. Bu tomonga aravachani qo'yib qo'ysa, atxoti bemalol shunga kelib cho'radi. Bu yelangan biyagimiz bu tomonga oqib o'tib ketmaydi. 2 metrlik bilan buni farqi bu soatiga 2 tonna, bu soatiga 700 kilo elaydi. Keyin mana g'ildiraklarda, roliklarda farqi bor. Mana buni pachivnilik qilganmiz. Mana bunisi mana rolik o'zini g'ildiraklik mana. Farqi shunda. Agarda buni ham shunaqangi pachivnilik qilib yonini to'sib beringlar, u ham qilib berilaveradi. Hozir mana shu holat 3 million so'm bo'lyapti. Agar buni pachivnilik qilib yonlarini to'sib beradigan bo'lsak 3 million 700 ming bo'ladi. Mana bu holat hozir 6 million so'm bo'lyapti. Mana polni pachivnik. Bunda 16 ta pachivnikda o'tiribdi. Mana tagida ham, tepasida ham mana. 05 setga, original setga mana keyin qorin bermasligi uchun mana qonniga simlarni ham dababishni qo'yib chiqilingan, aylantirib. Hozir buni bitta ishlatib ko'rsatib beramiz. Keyin unisini ham ishlatib ko'rsatib beramiz. Ana shu mana ishlash holati. Motor 2-3 ming оборот. Az mana bunisi 2 metrligimiz. Mana. Kichkina ob'yomlar uchun bu bo'laveradi. 2 metrligimiz. Mana ortiqcha shovqini yo'q, chuvalchini ham stressga tushirmaydi. Mana shu mana ishlash holati. Buni uzunligi 2 metr, bunisi 3 metr. Balandligi 1.65. Agarda kimgadir shunaqa super baraban kerak bo'lsa, ekran ostidagi telefon raqamlariga telefon qilishlaringiz mumkin. Hamda bitta like podpiskasini bosib qo'yishni unutmanglar. Hamisha sizlar bilan biz sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.